Necha yoshingiz? 40 bormi? Go'zal singlim, latofatli singlim, asal singlim, jon singlim. Men yoshim 41 da. Xohlasangiz, men endi yoshim qariroq, lekin baribir hali patronda kuch bor, hamma tomonlama. Lekin baribir endi siz agar yoshroq, go'zal, latofatli, energiyaga boy, kuchga to'lgan yosh bir qiz bo'lsangiz, o'zingizga internetlar orqali, jonli efirlar orqali e'tiborni qaratib yokida qanaqadir Instagram sahifalar ochib, u yerga filtr qilingan chiroyli go'zal rasmlaringizni sun'iy intellekt orqali bellarini ingichka qilib, ba'zi bir joylarini kattaroq qilib, mabodo bo'lajak kuyov izlayotgan bo'lsangiz, mana jonli efirim zo'r variant. Bu yerda har xil variant bolalar bor. Bedepressdan boshlab, onasini emsin, mol qochiramiz, odam qochiramiz degan variantlar ham bor. Bu yerda sportsmeni ham bor, bitta gazandasi ham bor, bitta heyteri ham bor. Haligi qo'shnisini mashinasini arendaga olib turib, haligi bunda tepadan rasmga olib storieslarga qo'yadiganlari ham bor. O'zini hayoti unaqalarni jonini chiqaradigan ukalarimiz ham bor bu jonli efirda. Shu jonini ham, qonini ham chiqarib, mana shu tizzaga tushib qolgan narsani ham kerak bo'lsa ko'tarib turib, aylantirib, ana opaxonga xizmat qiladiganlari ham bor. Shuning uchun kuyov tanlamoqchi bo'lsangiz, bizning jonli efirimizda variantlarning har xili bor, lekin ehtiyot bo'ling. O'sha aytganimdek, ko'zi qonga to'lib, hattoki tovuq itarganlari ham bor. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Bular aytadi-ku, bu chollar yomon chollar dedi-ku. O'tgan kampirni poylar. Shunaqa go'zal singlim, latofatli singlim. Meni esa yoshim 41 da. Men sizga baribir kuchim yetmaydi. Biz endi bittadan keyin, ikkitadan keyin charchab qolamiz. Siz endi 16 yoshli, agar 20 yoshli bo'lsangiz, sizda energiya ko'p. Sizga faqat shu yosh ukalarim bas kelmasa, buncha menga o'xshab o'sha patronida kamroq o'qib qolgan, o'zi kam o'qib qolgan. Biz uni ehtiyot qilishimiz kerak. Biz uni oila xizmatiga foydalanishga olib qolyapmiz.